Mani adam aytadilar, sen zo'rsan, sendan zo'r bordprovodnitsiya chiqadi, chunki seni bo'ylaring juda ham chiroyli deb adam menga eng ko'p motivatsiyani adam menga berganlar. Offline kursini shunday qo'ydilar. Birinchi to'xta o'ylab ko'rdim. Tipa qo'shilsam bo'ladimi, aldamayaptimi? Chunki fake akkauntlardan shunaqa narsalar chiqqani uchun rosa ikkilandim boshida. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Zuhra. Men 19 yoshdaman. Va hozir biz Iroda opa bilan offline darsda ko'rishmoqmiz va atmosfera просто bomba. 3 yildan beri kuzatib boraman. Instagramlarda, Telegram kanallarida juda ham faol tarzda olib boradilar. Bu offline kurs haqida gapiradigan bo'lsam, offline kursi juda ham zo'r kurs va bu O'zbekistondagi yagona kurs hisoblanadi va men shu vaqtgacha ko'rmaganman. Bunaqa kurs yo'q O'zbekistonda. Hozirgi kunda men juda ham ko'p narsalarni o'rgandim. O'zbekiston aviakompaniyalari haqida va chet el aviakompaniyalari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldik va hozirda уже bizda topshirish jarayonlari boshlanyapti. Tavsiya qilaman juda ham ko'p o'quvchilarga Iroda kursda o'qishligini, chunki bitta kompaniya haqida o'rgatmaydilar. Ular juda ham ko'p aviakompaniyalar haqida o'rgatadilar va o'zlarining work experiencelari haqida bo'lishadi va o'zida qanaqa holatlar bo'lgan, biz qanaqa holatlarga tayyor bo'lishimiz haqida o'rgatishadi. Hozirgi kunda yana bitta offline kurslar ochilgan. Ulgurib qolinglar kurslariga, chunki afsuslanmaysizlar. Men juda ham xursandman shu kursga qo'shilganimdan. Rahmat hammaga.